Salom, bu Moriarty, eng katta fayl almashuv tarmoqi asoschisi. Biz haqimizda eshitganingiz aniq. Bugun Gidra bozorda monopol bo'lgan paytda nima ishlar qilgani, Rossiyani qanaqa qilib tuzlaganini bilib olasiz. Juda ham qiziqarli, birinchi qo'l ma'lumotlar, yoqimli tomosha. Men hikoyamni aytib bergunimcha, biz sizlar bilan qishga bank yopamiz. Aytgancha juda ham yaxshi ruscha an'ana. Biz mana endi oziq-ovqat serob bo'lgan sivilizatsiyaga o'rgandik. Lekin yaqinda ham qishda eson-omon chiqib olish katta bir muvaffaqiyat hisoblanardi. Ko'ramiz raqobatchilarning qanchasi bu yilgi qishdan o'tib olarkan. Men hozir ulardan bittasini obro'sini to'kishga o'z hissamni qo'shmoqchiman. Yekaterina Mizulinaga qilgan murojaatimda MDH davlatlarida tuz, ya'ni sintetik narkotiklarning ommalashishiga Gidra javobgarligini aytib o'tgandim. Tushuntiraman, Gidrani kim boshqargan. Gidrani boshqaruvida ikkita odam bor edi: Satoshi va kuzatuvchi. Ulardan biri uchun Gidra asosiy daromad manbai emas, yashirin narkotiklarni ishlab chiqarish ko'proq pul olib kelardi. Uzoq vaqt amfetamin Satoshining asosiy daromad manbai bo'lgan, ammo keyinroq u e'tiborini boshqa moddalarga qaratgan. Uni ishlab chiqarish, unga xomashyo topish oson va arzon. Bu modda alfa PFP. Bilmasvoylar uchun alfa PFP bu sintetik psixostimulyator. U kristal kukun bo'ladi. Uni chakishadi, hidlashadi, tomirdan urishadi. Ham arzon, ham juda ham sifatsiz. Aytgancha, mana Satoshi laboratoriyasidan birini yopilishining sababi, laboratoriyada har oy 2 tonna alfa PFP ni qaynatib kristal qilishgan. Pulga chaqqanda soddaroq hisoblaganda bu oyiga taxminan 1 milliard rubl degani. Bu faqat bitta laboratoriyadan, jami shunaqa laboratoriyadan 15 ta edi. Ularning o'lchamlari har xil, qaysi biri kattaroq, qaysi turi kichikroq, lekin baribir mohiyati o'zgarmasdi. Cadillac-dagi muttahamlar shunaqangi ko'p alfa ishlab chiqarishadiki, bozor bunaqa katta massani yutib olmasdi. Esinglarda bo'lsa, Gidra bozorda yaqqol monopol edi. Agar banklar ko'proq soqqa topishni xohlab qolsa, ularning xayoliga nima kelishi mumkin? To'g'ri, monopollikdan foydalanib, tuz bozorini sun'iy tarzda kengaytirish, lekin alfa bu zahar. Odamlar aqldan ozdirib, joniga qasd qilishga olib boruvchi zaharni qabul qilishni xohlamaydi. Agar mijoz tetik bo'lishni xohlasa, alfaga nisbatan yomon bo'lmagan, tushunarli va aniq bo'lgan amfetaminni bemalol topadi. Gidra o'zini manfur aqlu zakovatini ishga solib, alfa haqidagi tasavvurlarni jirkan chiroq narsaga o'zgartirish uchun rosa harakat qildi. Oldimda moddani ommalashtirish maqsadida musiqiy treklarga buyurtma bera boshladi. Masalan, Rasa под фонарем. Музыка так орёт, скоро спать не дает. Мы убитые вдвоем, танцы. Bunaqa misollar juda ko'p, lekin shu trend bilan bitta vaqtda boshlangan o'yinni umumiy bog'liqligi bo'lmaganida bu shunchaki tasodif deb o'ylardim. Gidra test, Gidra peshtaxtaga chiqishidan oldin narkotik dorilarning sifati, tozaligi, tarkibidagi faol moddalar miqdorini tahlil qilib borardi. Amalga oshmaguncha niyat ham xolis edi. Gidra bozordagi amfetamin natijalarini soxtalashtirib, qonu zarar alfa PFP bilan almashtirdi. Mana u qanaqa ishlagan. Omadli tasodif tufayli mediada alfa ommalashuv bilan bir vaqtda to'g'ri kelgan pallada Gidra test yigitlari amfetamin tarkibidan kofein topishni boshlashdi. Shunaqa bo'lib chiqdiki, kofein bozordagi barcha amfetaminlarning tarkibida bor ekan. Albatta, maydon xo'jayinlariga yaqin bo'lgan bir ikkita dillerlardan tashqari. O'shandayoq bu voqea bizga shubhali tuyulgan. Biz esa qiziq bir surishtiruv o'tkazgandik. Bizga amfetamin ishlab chiqaruvchi hamda yetkazuvchilarni topib, xromatografda shaxsiy testlarimizni o'tkazdik. Amfetamin sulfat sifati joyidaligini bilgach, uni Gidra peshtaxtasiga joylashtirdik va intizorlik bilan Gidra testni kutdik. U ham bizani ko'p kuttirmadi. Natija kofein tarkibida 80%, amfetaminda 20% ekanini ko'rsatdi. Buni orqasidan hamkorimiz do'konini 1 million rubllik jarimaga tortishdi. Foyda minimal bo'lgan sharoitda katta shtraflar bo'lar ekan. Amfetamin bilan shug'ullanish o'ta xavfli, befoyda ish. Ko'p o'tmasdan biz bu holat keng tarqalganligini bildik. Kosmik jarimalar bilan uyg'unlashgan soxta Gidra test o'zini ishini qildi. Amfetamin sekingina yo'qola boshladi. Uni o'rniga alfa
kirib keldi. Lekin xalqni stimulyatsiyalarga bo'lgan talabi yo'qolgani yo'q. Alfani mashhurlik borasida amfetamindan sezilarli darajada o'zib ketish uchun bor yo'g'i 2 yil yetarli bo'ldi. Gidra bo'lmasdiki, agar o'zini tuzi bilan bog'liq nayrangni xalq dardi ila yashash niqobi ostiga berkitmagan edi. Bozorda eng katta alfa ishlab chiqaruvchi bo'lgan Amerika markasini ishqibozlari alfani sotishdan tushadigan komissiyani 10% qilib belgilashdi. Bu qarorlarni o'zlarining yolg'on bayonotlari bilan yopdi qilishdi. Bir vaqtni o'zida alfa PFP sintezini texnologiyasi, konstruktor va prekursorni tarqatish taqiqlandi. Rostdan ham agar bozordagi jamiki tussaniki bo'lsa-yu, san potensiali raqobatchi bilan uni bo'lishgin keladimi? Ko'zlamachilik hameva bilan maydon moderatorlari do'konlarni tekshirayotgan paytda sifat zo'r bo'lgan nasha va amfetamindan ayb topish, tuzni bo'lsa har qanaqa ko'rinishda sotuvga chiqarish buyrug'ini oldi. Hatto u shaklsiz, iflos bir holatda bo'lsa ham, monopolistlarni bunaqa siyosatidan qancha odam jabr ko'rganini tasavvur qilib ko'ring. Yana qanchasi endi jabr ko'radi? Bu muttahamlar uyalmasdan yana bozorga qaytishni xohlashyapti. Men bunga yo'l qo'ymayman. Shu sabab hozirdan boshlab bizani maydonchamыздagi Gidrani do'konlari parallel ishlashga taqiq qo'yaman. Dilerlarga bir qarorga kelishlar uchun bir hafta vaqt beraman. Siz bilan professor Moriarty bo'ldi. Biz borayotgan urushni kuzating va biznikiga mehmonga keling.